Diqqat, hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, bugun kunduzi ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Shimolda va chil hududlarda ba'zi joylarda 13-8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 3-8 daraja iliq, shimolda 0,5 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda yomg'ir yog'adi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 5-7 daraja iliq bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq bo'ladi.